Do'stmanlar ko'p, tanishlar bisyor. Dard azobin tanang biladi. Hol so'rguvchi 3-4 bovring bor, ich kuyaring onang bo'ladi. Minbardasan, martabang baland, qadamingda omad kuladi. Gar qoqilsang, g'ayur bersa pand, ich kuyaring onang bo'ladi. To'kiladi qalamingdan she'r, atrofingda muxlis to'ladi. Sig'dirmasa na samo, na yer, ich kuyaring onang bo'ladi. O'sti qiyg'os ko'ksingda bir gul, g'anim o'ylar qachon so'ladi. Umring tilar Xudodan nuqul, ich kuyaring onang bo'ladi. 2021-yil 28-iyun sanasida yozilgan ushbu she'r Amir Xudoyberdiga taalluqli. Aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, bugun studiyamizda Turon Fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti hamda akademigi, Turon yosh ijodkorlar uyushmasi hamda Do'rmon ijodkorlar klubining rahbari, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, taniqli shoir Amir Xudoyberdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'lingiz. Xayirli bo'lsin. Rahmat. Shoirlar uchun bahor oldi mavsum menimcha eng o'zgacha mavsum bo'lsa kerak. Bahorni hammadan ko'ra ko'proq qalam ahli sog'insa kerak deb o'ylaymiz-da biz. Albatta, men o'zim ham 13-marta tug'ilganman endi. Shuning uchun ham bahor kelishini intiqib kutamiz. To'g'rirog'i men bahorni juda yaxshi ko'raman. Bahor meni kayfiyatimni oshiradi, ilhomni keltiradi. Shuning uchun ham qish ham o'ziga xos gashti bor. Har bir faslni yaxshi ko'rasiz o'zgacha. Endi baribir bahorni bu darajada chiroyli qilib yaxshi ko'rishingiz o'sha qishloqning eng chiroyli go'shasida tug'ilib o'sgansiz va qishloq muhiti umuman boshqacha bo'ladida bolalikdan. Endi shoirlar baribir ham o'sha yoshligidan bo'ladida, mana shunday o'zidagi iste'dod, tasavvur qilish qobiliyati. Hech o'ylaganmisiz shoir bo'laman deb yoshligingiz, bolalik chog'laringizda? Ya'ni men bolaligimdan 7 yoshimdan qalam tebrataman. To'g'rirog'i mana shu havas meni adabiyotga olib kirgan. Boshlang'ich sinf o'qituvchim Mahkam Toshopa Baratova, keyinchalik O'ktam Ro'ziyev o'zbek tili va adabiyoti fanidan o'qitgan bizni ham sinf rahbarimiz bo'lgan. Shularni ko'magi natijasida jiddiy qalam tebratishga harakat qilganman. Dastlabki she'rlarim o'sha paytda Qashqadaryo haqiqati degan viloyat gazetasida chop qilingan. Ustoz Suvon Soqiy, Xosiyat Lutfullayeva o'sha davrda eng ko'zga ko'ringan qalam ahllaridan edi. O'shalarning yordami ko'p bo'lgan bizga. Ummonlar orzusi, qadrli do'stlar, aynan mana shu kitob bu yaqinda chop etildi. Yaqinda chop etildi. Va mana shu kitob, bu saylanma kitob, bu yerda juda ham ko'plab she'rlar bor, ijodkor qalamiga mansub va bilasizmi, kitobni varaqlar ekanman, birinchi varog'ida Rauf Parfining siz haqingizdagi so'zlari e'tiborimni tortdi. Ijozat bersangiz o'qib beraman tomoshabinlarga ham. Amir Xudoyberdi bu kungi o'zbek turk adabiyotida o'ziga xos yo'nalishdagi kuchli, ehtirosli shoirlarimizdan biri. Uning dardi xayoli vatan, Turkiston, turk dunyosi, turk odamining tarixiy, tahlikali ruhiyatidir. Uning she'riyati zamona o'zbek adabiyotida o'z o'rnini topajak. Inshaalloh. So'z bizning azoblarimiz, bizning yig'larimiz, kuyib ketgan umrimizdir. Turkiy so'z bilan hali katta dunyoga kirib borgaymiz. Biz o'zimizni, o'zligimizni idrok etajakmiz hali deb 1991-yilda Rauf Parfi Amir Xudoyberdiga ana shunday ta'rif yozganlar. Ana endi so'ramoqchi bo'lganim, oradan ana shuncha yillar o'tdi. Shuncha ijod namunalarini muxlislaringizga taqdim etdingiz. Qalbdagilarni yozdingiz. Bu bilan umr o'tib bordi. Ortga bir nazar solsak, Rauf Parfi aytgandek, o'zligingizni topa oldingizmi? Baholi qudrat
harakat qilyapmiz. Endi inson o'zligini bir umr topishga harakat qiladi. O'tdi umrim kimligimni anglayin deb kimligim yolg'onchi olam bergan yolg'on bahodan izlamang. Bir libos erdi amir ismim azaldan oqibat yechganimda men uni mendek adodan izlamang. Bu satrlarni bekor yozmaganman, chunki inson bir umr o'zligini axtarib o'tadi va bu yo'lda tinim bilmaydi. Ayniqsa ijodkor xalq. Har bir she'rda, har bir misrada, har bir yozilajak nazmiy misralarda u butun borlig'ini, butun qalbini namoyon etishga harakat qiladi. Shoirning kimligini anglash uchun, unga baho berish uchun albatta ijodkorni kitobini varaqlash kerak va she'rlarni o'qish kerak deb o'ylayman. Xuddi shunday va mendagi barcha yaxshi xislatlar uchun kitobimga rahmat degan edi Maksim Gorkiy va sen hozir qanday kitob o'qiyapsan? O'shani ayt, men sen kimligingni aytaman degan edi Lunachevskiy. Siz baribir ham shuncha kitoblar orasida o'zingizni qanaydir ko'nglingizga yaqini bo'ladi-da, mana shu kitobimni rosa yaxshi ko'raman degani. Shu qaysi kitobingiz? Evrilish degan kitobni yaxshi ko'raman. 7 yillik tanaffusdan keyin chop qilingan. Albatta bu kitob Yangi asr avlodi nashriyotida chop qilingan. Bu kitobni dunyoga kelishida O'zbekiston xalq shoiri ustoz Norman Narzullayevni hissалari bor. Do'stimiz zabardast shoir Aziz Said, Sanjar Nazar kabi noshrlarni xizmatlari katta. Ozgina mazmunini aytasizmi? U qanday? Endi evrilish degan to'plam o'zi aslida biz mustaqillikdan keyin bizda mamlakatimizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Hatto bu o'zgarishlar, bu evrilishlar insonlarning qalbida ham, uning ruhiyatida ham aks etdi. Endi shu ko'p ziddiyatli holatlar bizni she'rlarimizga ko'chdi. Mana shu holatlarni vatanga bo'lgan muhabbatimiz, vatanda kechayotgan o'zgarishlar, bular haqida albatta yozishimiz kerak edi. Mana shu she'rlar shu kitobimizda jamil-jam bo'lgan. Endi sizdek zabardast shoir kelganda o'zini tilidan bir she'r eshitmasak ham bo'lmaydi-da. Istasangiz saylanmadan mana shu ummonlar orzusidan o'qib bering, istasangiz yoddan agar xo'p desangiz. Endi shu ummonlar orzusi haqida gapirsam, bu kitobning yuzaga kelishida asosan yaxshi insonlarni, do'stlarimizni, muxlislarimizni ko'magi bor. Bu kitob Ijod nashriyotida chop qilindi. Noshir Ahmad To'rayev boshliq bir guruh nashriyot xodimlari, muharrirlar, musahhihlar bu kitob ustida ish olib borishdi. Va ota-onangizning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi ushbu kitob, yanglishmasam. Otam bilan onamni, otam Egamberdi, Xudoyberdi o'g'li, onam Po'lat Mardon qizlarini xotirasiga bag'ishladim kitobni, chunki otam, onam dastlabki ijodiy intilishlarimga turtki bergan, qo'llab-quvvatlagan, doimo yangi she'rimni chiqishini orzu qilib kutishardi. Yangi kitobim chiqqanida to'g'riroq qishloqimizda, uyimizda bayram bo'lib ketardi. Otam 80 yoshda ham ko'zoynaksiz kitob o'qirdilar. Meni she'rlarimni baland ovozda atrofdagilarga o'qib berardilar. Albatta o'sha xotiralar mana shu kitobimda berilgan. Keyin bu kitobni nashrga tayyorlashda shogirdlarimizning xizmati katta. Ayniqsa Xayriniso Ulug'nazar Erkin qizini bu she'rlarni to'plab nashrga tayyorlash o'zi bo'lgani yo'q. 600 betdan ziyod kitob. Keyin Ravshanbek Temirov shogirdimiz, uni ham hissasi katta.
ayniqsa o'sha muxlislarimiz Qashqadaryoda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Qashqadaryo viloyat bo'limining rahbari, taniqli jurnalist Komila Karomovani xizmatlari bor. Boshqa do'stlarimiz, muxlislarimizni xizmatlari bor. Ulardan men minnatdorman. Mana shu ekran qoshida turib, ularga o'zimni tashakkurimni bildirmoqchiman. She'r o'qib berasizmi endi? Mayli, endi bu kitobda chop qilingan endi mingga yaqin she'r bor. Shulardan o'zimga yoqqani. Devonalarimiz degan she'r ko'p yoddan bilaman. Minbarlarda o'qib yuraman. She'rda o'qib bersam. Bir to'shakda, bir ko'rpada yotib yonma-yon uxlayapmiz, axir demang begonalarimiz. To'shagimiz zamin bo'lsa, ko'rpamiz osmon. Yondoshlikni anglolmagan devonalarimiz. Bir ildizdan ko'karganmiz, muazzam olam. Beshigimiz demasiqa afsonalarimiz. Momo havo onamizdir, otamiz odam. Qondoshlikni anglolmagan devonalarimiz. Bani bashar oshyoni shu mitti sayyora. Qo'lni qo'lga bersak go'yo marjonalarimiz. Yer yuzida tinch va totuv yasholsak zora. Jondoshlikni anglolmagan devonalarimiz. Xudo bir deb payg'ambarlar o'tdi, biz hamon haq yo'lini topa olmay sarsonalarimiz. E'tiqodlar ayri-ayri, yagona iymon, dindoshlikni anglolmagan devonalarimiz, dildoshlikni anglolmagan begonalarimiz. Qoyil. Tilga yaqin she'r, Judayam chunki O'zbekiston ko'p primadonnasi Yulduz Usmonova buni qo'shiq qilib ham aytgan, har bir dillarga kirib borgan she'r. Rahmat. Hozir bizda reklama vaqti ekan, reklamadan keyin yana siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz, marhamat. Va tabiiyki endi oldimizda ana shunday katta bir boylik, katta bir saylanma turganda, biz kitob varaqlab, uning ichidan bir-biridan go'zal she'rlarni o'qib turgan holatda edik. Xo'p, kun nafasi aziz do'stlar va shoirlar mehmonga kelganda bu nafas yana ham bir yoqimli bo'ladi nazarimda. O'zgacha bo'ladi. Suhbatni davom etamiz. Savollaringiz bormi? Ha, bor. Endi baribir ham juda ham mashhur shoirsiz. Bu sizning she'rlaringiz juda ko'p mashhur ijodkorlar tomonidan kuylangan ham. Endi ham yoshlarning o'sha qilgan ijodini ham tahrirlaysiz. Endi so'ramoqchi bo'lganim, shoirlik qiyinmi yoki kimningdir ijodini olib uni tahrir qilish qiyinmi? Endi Renaissance Press nashriyotda ko'p yillardan buyon bosh muharrir vazifasida ishlab kelaman. Bu nashriyotning rahbari Ravshanbek Temirov bilan hamkorlikda yuzlab desak kam bo'ladi, minglab desak to'g'riroq bo'ladi, kitoblarni chop qilinishda bosh-qosh bo'lganmiz. Albatta kitobni ayniqsa shoirning qo'l yozmasini kitob holida o'quvchilarga taqdim qilish nihoyatda qiyin ish, zahmatli ish. Endi muharrir bo'lish uchun albatta she'rdan, nasrdan, qolaversa ilm fandan xabardor bo'lish kerak. Chunki she'rni tahrir qilish uchun shoir bo'lish kerak. Hikoyalarni tahrir qilish uchun nosir bo'lish kerak. Shu jihatdan olib qaraganda muharrirlik oson ish emas. She'r yozish, shoirlik endi o'z yo'liga nashriyotda ishlash katta mehnatni talab etadi, katta zahmatni talab etadi. Ko'pincha qo'limizga xom xatalar, qo'lyozmalar keladi. Qo'lyozmalarni pishitguncha vaqt o'tadi. Biz endi ko'pincha muallif bilan ishlashga to'g'ri keladi. Chunki muallif keyingi kitoblariga shu xatolarga yo'l qo'ymasligi kerak. Yana she'rdan she'rga, kitobdan kitobga o'sish kerak.
shu jihatdan olib qaraganda biz murabbiylik, ustozlik ham qilishimizga to'g'ri keladi yosh shoirlarga, ijodkorlarga. Albatta endi kitobni nashrga tayyorlagandan keyin endi bosmaxonada chiroyli qilib xalqimizga yetkazib berish ishlari bo'ladi. Bosmaxonani xizmatlarini ham to'g'rirog'i aytib o'tish kerak. Mana bu shu kitobni bosmaxonadagilar juda chiroyli, hamma tomonlama masalan mukammal qilib qo'limizga tutqazishdi. Avvalo rahmat. Endi to'g'risi keyingi paytlarda muharrirlik kasbi juda noyob kasbga aylanyapti. Muharrirlikni hamma ham eplolmaydi. Qancha vaqtdan buyon o'zimga yordamchi chaqiraman. To'g'rirog'i savodli, kitobni tushunadigan, she'rni, hikoyani tahrir qiladigan, hamma tomonlama bizga ko'mak bera oladigan yordamchi masalasi qiyin. Hozir men yoshlarga aytmoqchiman, birinchi navbatda savodxonlikka e'tibor bering. Dunyo qarashingizni kengaytiring. Ko'proq kitob o'qing. Kitob o'qiganda ham uni mag'zini chaqishga harakat qiling. Shundagina sizlardan haqiqiy mutaxassis chiqadi. Tushunarli. Shoir ahli deyishadiki, boshqalardan biroz boshqacharoq bo'ladi, ya'ni qalbi nozikroq bo'ladi va o'ziga yarasha dunyosi bo'ladi. Qaysidir shoirlar xursandchilikda ilhomga to'lib toshib she'r yozsa, yana ba'zilari shu sal bir sokinlikda, ma'yuslikda deylik, ga duch kelganida she'r yozishadi. Siz qachon ko'proq qalam tebratasiz? Qanday holatlar sizni katta o'sha asarlarni yozishga undagan? Endi biz hayotimizda qiyin, mashaqqatli kunlar ham ko'p bo'lgan. Albatta bularning ham ta'siri bor. Yaxshi kunlar ham ko'p bo'lgan, baxtli lahzalar. Bularning hammasi albatta she'rlarimizga ko'chgan. Endi haqiqatan shoir qalbi quvg'indagi kiyikdayda. Endi tashqi ta'sir albatta shoirni qalbiga g'alayon soladi. Masalan, javohirni tosh sindiradi. Tosh javohirni sindirgani bilan javohirni qimmati kamayib qolmaydi. Toshni qimmati oshib qolmaydi. Tosh baribir tosh. Shuning uchun tosh ko'ngilli kishilarni davrasidan qochishga harakat qilamiz. Ko'pincha uzlatda she'r yozishga harakat qilamiz, chunki uzlatda shoir o'zini qalbi bilan o'zi bo'ladi va xohlagancha fikrat dunyosiga sho'ng'ib o'sha ummondan dur izlashga harakat qiladi. Dur shunday manaman deb turmaydi. Durni albatta sadafni shunday yorgandan keyin ichidan chiqadi. Katta mashaqqat bor. Dengiz tubiga sho'ng'ish, sadafni topish, keyin sadafni ichidan o'sha durlarni topish. Endi Asragil degan bir she'rimda shu haqda bir to'xtalganman. Nogahon g'aflat bosib uyg'onmayin, qolmay sahar kiprigimda o'ltirib uyqularimni asragil. Dilda daryo oqqanin g'avvosga aytdim bilmadim. G'avvosga aytdim bilmadi. Men sadafni sindiruv injuvlarimni asragil. Albatta shoirning qalbida katta xazina bo'ladi. O'sha xazinani o'zi bilan olib ketmaslik kerak. Xalqqa berib ketish kerak deb o'ylayman. Shoirlik bu yaratgandan ne'matmi yoki-da yillar davomidagi shu izlanishlar natijasimi, nima deb o'ylaysiz? Endi shoirlikni o'rgansa bo'ladimi yoki? Endi shoir qalbini yaratib bo'lmaydi. Shoir qalbi Tangrim yaratib beradi.
to'g'ri, lekin mahorat masalasi u kitoblar o'qish, izlanish, keyin ustozlarning maslahatlari bilan shakllanadi. Men endi ko'pincha shogird tanlaganimda birinchi qaraymanda, unda shoirlarning qalbi bormi, yo'qmi? She'rlari hali zaif bo'lsa ham, hali pishmagan tomonlar ko'p bo'lsa ham, agarda unda shoir qalbini his qilsam, yonimga olaman. Negaki qolganini o'rgatsa bo'ladi. Ammo shoirning qalbini faqatgina Allohgina bera oladi, tuhfa qila oladi insonga. Shuning uchun samodan tushgan shu'la nur o'sha shoirning qalbida aks etar ekan. Albatta unda o'ziga xos intilish paydo bo'ladi va o'zgacha fikrlay boshlaydi dunyoga. Go'zallik nigohi bilan qaraydi. Ajoyib. Studiyamizga kelganingiz uchun rahmat aytamiz. Biz siz bilan suhbatlashib, to'g'risi juda ko'p narsani o'zimiz uchun o'rgandik va siz kabi insonlarga nisbatan haligi tirik kitob, tirik ensiklopediya ta'riflari bejiz aytilmaydi-da. Ana shuni menimcha tomoshabinlarimiz ham bilishdi, his qilishdi, anglashdi. Kelganingiz uchun yana bir karra tashakkur. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizdan yana bir-biridan go'zal asarlar, chiroyli she'rlar kutamiz. Sog' bo'ling. Rahmat sizga ham, sog' bo'ling, omon bo'ling. Katta rahmat. Aziz do'stlar, bugun studiyamizda mehmon xalqimizning suyukli shoirlaridan biri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Amir Xudoyberdiyev bo'ldilar. Amir Xudoyberdi taxallusi bilan ijod qiladigan ajoyib shoirimiz. E'tibor uchun sizga ham rahmat